Farzandim 5 oylik bo'ldi va nihoyat prikolni boshlayapmiz, qizlar. Eng birinchi bo'lib men anaqa risovый kashadan boshladim. Unga ovqat berish uchun chiroyli naborchik oldim. Dinozavrikcha qaranglar, tarelkasi chiroyli. O'zini kosasi, suv ichadigan idishi, so'lakchasi. Mana so'lakchasi, qoshiqchalari bo'ladi. Bundan tashqari prikolm uchun eng kerak narsani mayda zakaz qilganman Kidneys profilidan. Qaranglar, qanaqa zo'r narsa. Mahsulotlar ro'yxati. Bunga mana bu yerda sabzavotlar, mevalar, oqsillar, uglevodlar hammasi keltirilgan. Tarelkani qanaqa yig'ishingiz, nima mumkin emas, hammasi keltirilgan. Hattoki farzandingiz ismini ham yozib berishadi. Buni orqasida magniti bo'ladi. Xolodilnigingiz ustiga qistirib qo'yib, qaysi mahsulotlarni berganingizni belgilab ketsangiz bo'ladi. Ishingiz juda ham yengillashadi, ishoning. Mana shu trikkerdan keyin ayta olamanki, biz prikorm uchun tayyormiz. Trikkerning asl narxi 59 ming, Sitora 98 promokodi bilan murojaat qilsangiz 49 ming qilib beradilar.